energiya resurslaridan tejab-tergab foydalanish iqtisodiy samaradorlikka erishishga xizmat qiladi. Ayniqsa muqobil energiya resurslaridan foydalanish ko'rsatkichining oshirilishi nafaqat sanoat infratuzilmasi, balki qishloq xo'jaligida ham rentabellikka erishish omilidir. Biz bugungi ko'rsatuvimizda Urganch Transgaz unitar korxonasiga qarashli gaz energik ta'mir ishlab chiqarish texnik korxonasida 1 megawatt quvvatga ega bo'lgan qattiq yoqilg'ida ishlaydigan sanoat isitish qozonlarini ishlab chiqarish jarayoni hamda uning iqtisodiy samaradorligi haqida so'z yuritamiz. Hazırki gündə energiya resurslarını təcəb, israf qılmazdan işlətiş boyunca Energetika Vəzirliyi tomonidan bir qatar səmərəli işlər əməlgə aşırılmaqda, cümlədən bizim karxanamızda istiş qazanları həm də ətraf mühitini iflaslandırmaslık üçün filtrlər işləb çıxarış tapşırıqı verilgənidir. Bu arada bizdə 1 megawattgacha bo'lgan kömürdə işlevçi istiş qazanlarını həm də siklon separatorlarını işləb çıxarıb istixanalarda muvaffəqiyyətli tərzdə sınavlardan ötkəzdik. Sınavlar nəticəsi qanıqarlı dərəcədə tapıldı. Ondan təşqarı sanaat obyektlərindən, ahalilərdən düşüb durğan tələbnamalar əsasında işlərini cədəl əməlgə aşırıyatırmız. İnson manfaati har narsadan ulug'. Manfaat odatda ikki xil yo'nalishda zohir bo'ladi. Birinchisi manfaat ko'rmoq, ikkinchisi manfaat yetkazmoq. Odam borki, avvalo kundalik tirikchilikka qaratilgan turmush tarzida u yoki bu narsadan manfaat ko'rishni ko'zlab oldinga intiladi, mehnat qiladi, ro'zg'or tebratadi. Ushbu uzluksiz tabiiy jarayon mamlakat taraqqiyotining, xalq farovonligining asosiy omillaridan biridir. Amalga oshirilayotgan yangi ixtirolar, innovatsion loyihalar odamlar hayotining yanada yaxshilanishi, aholi farovonligini yuksaltirish borasidagi ishlanmalar asosida mujassam ekanligini ko'ramiz. Hazırki gündə Respublikamızda və dünya miqyasında energetikaya tələb yuxarı aşıb baratilgən səbəbli Energetika Vəzirliyi və dövlətimizdəki idarə təşkilatları tomonidan energiyanı tejəş boyunca çara tədbirlər qılınıb durubdu. Bu çara tədbirlərə münasibət tüfəyli bizning karxanamızda 1 megawatlıq qattiq yoqilg'ida ishlaydigan issiqlik qozonlari ishlab chiqarilib başladı. Bu issiqlik qozonlarimizni qishloq xo'jaligi sohalari va ishlab chiqarish binolarını isitish, ijtimoiy obyektlarni issiqlik qozonlarimizdan foydalanish mumkin. Hozirgi kunda eski namunali issiqlik qozonlaridan foydalanib, bunday energiya resurslaridan ko'p foydalanib turibdi. Bu hozirgi biz ishlab chiqarib turgan issiqlik qozonlarimiz zamonaviy issiqlikni, yoqilg'ini tejaydigan hem qattiq yoqilg'ida ishlaydigan issiqlik qozonlari. Bu issiqlik qozonimiz zamonaviy isitish qozoni hisoblanadi. Bu avtomatlashtirilgan issiqlik qozoni hisoblanadi. Bunda qo'shimcha ravishda biza siklonlarni qo'shimcha qo'shdik. Bu siklonlar ekologik toza, oziq-ovqat xavfsizligini talabına javob beradi. Bu issiqlik qozonlarimiz siklonlari ekologiyaga chiqib turgan har xil kukunlarni, zararli moddalarni ushlab qoladi. Kelgusida bu issiqlik qozonlarini ko'proq ishlab chiqarish imkoniyatimiz bor. Hozirgi kunda energiya resurslarini yetishmasligi tufayli bu issiqlik qozonlariga talab oshishi kutilmoqda. Bu issiqlik qozonlarini o'tgandan keyin millionlab kub gazni iqtisod qilib qolish. Birinchi navbatda maqsadimiz aholini gaz bilan ta'minlab berish, sanoatda foydalanishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Ta'kidlash lozimki,
yangi loyihaga asosan amalga oshirilgan texnik ishlanma bevosita ko'mir yoqilg'isida ishlaydigan katta quvvatli isitish qozonining sinov variantini ishlab chiqarish muvaffaqiyatli amalga oshirildi. 72 soatlik sinov ishlarida ushbu yangi qozon o'ta tejamkor, isitish talablariga to'liq javob berishini ko'rsatdi. Asosan tabiiy gazni iqtisod qilish maqsadida issiqxonalarda tabiiy gazni o'rniga qattiq yoqilg'ida ishlaydigan isitish qozonlariga almashtirish uchun Urganch Transgaz unitar korxonasiga qarashli gaz energik ta'mir ishlab chiqarish texnik korxonasida 1 megavat quvvatga ega bo'lgan qattiq yoqilg'ida ishlaydigan sanoat isitish qozonlarini ishlab chiqarilishi yaxshi samara berishi kutilmoqda. Ushbu masala yuzasidan Xorazm viloyatining barcha shahar va tuman hokimlari hamda tadbirkorlar joriy yilning 27-noyabr kuni gaz energik ta'mir ishlab chiqarish texnik korxonasida qattiq yoqilg'ida ishlaydigan 1 megavat quvvatga ega bo'lgan sanoat isitish qozonlarini ishlab chiqarish jarayoni hamda ishlash prosesslari bo'yicha ko'rgazmali seminarda ishtirok qildilar. Seminar davomida tadbirkorlar sanoat isitish qozonlarining afzalliklari bo'yicha tegishli ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Shundan keyin 1 megavat quvvatga ega bo'lgan yangi ishlab chiqarilgan sanoat isitish qozonlarining dastlabki namunasi Buxoro viloyati Olot tumanida joylashgan Fathobod Omad Baraka mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli issiqxonaga o'rnatildi. Issiqxonaning maydoni 1 gektar bo'lgan blokli isitish tizimiga ulandi va mutaxassislarimiz ishtirokida muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi. Hozirgi kunga kelib Xorazm viloyati Yangibozor tumanida joylashgan Innovatsion Agramir mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli issiqxonaga 1 megavat quvvatli sanoat isitish qozoni o'rnatildi hamda isitish tizimiga ulanib, sinovdan o'tkazish ishlari amalga oshirilmoqda. Urganch Transgaz unitar korxonasiga qarashli gaz enerik ta'mir ishlab chiqarish texnik korxonasi bundan 15 kun oldin Buxoro viloyati Olot tumanida qattiq yoqilg'ida ishlaydigan 1 megavatli isitish qozonlarini o'rnatib qaytdi. Issiqxona egasi bizlardan rozi bo'ldi, ish qilib yaxshi natija berdi. Ikkinchi isitish qozonimizni Yangibozor tumani Katli mahallasiga o'rnatdik. Natijalari yaxshi. Imkoniyati 1 gektar teplitsani, issiqxonani qizdiradi. Kecha tunda 1-dekabr kuni 12 gradus, minus 12 gradus bo'lgan sovuq. Shunda 12 gradus plus teplitsani ichida plus 12 gradus havoni saqlab berdi. Natijalar yaxshi, qoniqarli. Isitish qozonimiz quvvati 1 megavatli. Qattiq yoqilg'ida ishlaydigan. Tajriba tariqasida endi ikkinchi qozonimiz bu. Endi bundan keyin yana tadbirkorlarning ishini rivojlantirish uchun yana isitish qozonlarini tuzatib turibmiz. Isitish qozoni 20 ish kunida bitta isitish qozoni chiqarish mumkin. Sirkulyatsionniy nasoslar bor. Temperaturalar hammasi ko'rsatib turadi. Datchiklar avtomatikasi bor, ventilyatorlarni, tutun tortishlarni avtomatikasi bor. Temperaturaga bog'liq. Temperatura oshsa, ular ko'mirning yonishini pasaytiradi. Tadbirkorlik faoliyatimda issiqxonani qizdirish uchun dizel yoqilg'isida ishlaydigan issish qozonidan foydalanib kelayotgan edim. Hozirgi kunga kelib, gaz energiya korxonasi tomonidan ko'mirda ishlaydigan issish qozoni tavsiya qilindi va o'rnatib berildi. Natijasi samaradorligi yaxshi. Issiqxonani qizdirishga ketayotgan xarajatlarim 3 marotaba kamaydi. Issiqxonaga kerakli haroratni saqlab berdi. Samarasi yaxshi, ishlarimiz yaxshi tarafga o'zgardi. Boshqa tadbirkorlarga ham tavsiya qilaman. Urganch Transgaz unitar korxonasiga qarashli gaz energik ta'mir ishlab chiqarish texnik korxonasi muhandis konstruktorlari tomonidan ishlab chiqarilgan yangi isitish qozoni 72 soatlik sinovdan muvaffaqiyatli o'tdi. Har ikkala sinov ishlarida qo'shimcha ravishda isitish qozonlaridan chiqadigan va havoga tarqaladigan ifloslantiruvchi moddalar chiqindilarni tutib qolishga mo'ljallangan siklon qurilmalari o'rnatildi. Ular muvaffaqiyatli sinovdan o'tdi. Bunda Urganch Transgaz unitar korxonasiga qarashli
gaz energik ta'mir ishlab chiqarish texnik korxonasi konstruktor muhandislarining ixtirochilik ishlari muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Ma'lumki, hozirgi kunda aholini gazga ehtiyoji oshganligi sababli korxonamizga gazda ishlovchi isitish qozonlarini qattiq qilg'izda ishlash uchun shunday loyihalarni ishlab chiqish topshirildi. Qisqa muddatlarda bizning guruh, ya'ni konstruktorlik guruh tomonidan chet el analoglari, ya'ni chet el tajribasi o'rganilib, shularga o'xshash isitish qozonlarini yaratish bo'yicha ishlar olib borildi. Ulardan mukammalroq, foydali koeffitsiyenti yuqoriroq bo'lgan qozon loyihasi ishlab chiqildi. U ishlab chiqarilgan qozonning ikkita sinov varianti korxonada yasaldi, issiqxonalarda muvaffaqiyatli sinovdan o'tdi. Qo'shimcha ravishda isitish qozonlari mo'rlardan havoga chiqadigan changlar, ifloslantiruvchi moddalarni ushlab qolish uchun siklon uskunasi ishlab chiqarildi va u ham yaxshi natija berdi. Endilikda rejaga asosan sinov variantida ishlab chiqarilgan ikkita qozonni kelajakda seriyali konveyer usulida ishlab chiqarish rejaga kiritilgan. Bu keyinchalik gazni iqtisod qilib, issiqlik energiyasini tejashga qo'shimcha ravishda yordam beradi. Sanoat isitish qozonlari hozirda korxonamizda sifatli materiallardan malakali ishchilar tomonidan yasalmoqda. Kelajakda ham shunga o'xshash sifatli xalq ehtiyojidan kelib chiqqan holda qo'shimcha mahsulotlar ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz. Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizda bo'lgani kabi viloyatimizda ham hudud infratuzilmasini rivojlantirish, sanoat salohiyatini yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilgan. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar xalqimiz uchun munosib turmush sharoitini yaratish, aholi qatlamlari ehtiyoj va muammolarini davlat darajasida hal etishga yo'naltirilgani bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday sa'y-harakatlar samarasi yurtdoshlarimiz turmush darajasini yuksaltirish, inson va uning qadr-qimmatini ulug'lash bilan bog'liq tadbirlarda yaqqol namoyon bo'lyapti. Boshqacha aytganda, davlatimizning xalqchil siyosati, fidoyi, jonkuyar insonlar g'ayrat shijoati bilan yurtimiz obod, turmushimiz farovon bo'lib bormoqda.